Hozirgi sizlarga qo'yib beradigan videomni har safar ko'rganimda ko'zimga yosh to'ladi. O'shanga sizlar bilan ham ulashishim keldi. Bu videoni shunchaki telefoningiz ovozini chiqarib, ko'zingizni yumib, chin yurakdan eshitishingiz kerak. Shunda nimaga bunaqa deyotganimni tushunib olasiz. Qiyomatda Rasululloh kelsalar, "Sen meni sunnatimdan uyalgan eding. Sen meni sunnatimdan yuz o'girgan eding" deb indamay qaytib ketib orsalar, sahobalar bilan birga jannatga kirib ketsalar, biz qolib ketsak nima qilamiz? Rasululloh nima qilamiz? Rasululloh jannatga sahobalar bilan, Abu Bakrlar bilan kirib ketsalar, biz qolib ketsak qiyomat kuni. Qanaqa holat, nima tadbiri biz uchun? Biz dunyoda shuncha Rasululloh yashadik, ko'rmadik. Yuzlarini ham ko'rmadik. Qo'llarini o'polmadik. Rasulullohni bag'rimizga bosolmadik xohlasalar. Endi jannatda ham ayrilib bo'lsak-chi. Jannatda Rasululloh sahobalar yig'lashdilar. Ey Allohning Rasuli, siz nima qilamiz qiyomat kunida? Bu dunyoda sizga o'rganib qo'yamiz, sizni forlaringizga o'rganib qo'yamiz. Siz nima qilamiz deyishdi. Videoni ko'rganinglarda yomon kontent emas. Shuningdek, kanalimda ham shunga o'xshash videolar chiqadi. Shuning uchun sahifamga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rardim va videoga like bosishingizni so'ramayman. Agar ko'proq odamga yetib borsin desanglar like bosishinglar mumkin. Lekin men so'raydigan narsam shunchaki o'zingizlar uchun tafakkur qilinglar.